Assalomu alaykum barchaga. Bugun bitta shvak xolodilnik kelgan remontga. Xo'p, jaliba buzxona yaxshi o'tyapti. Sovutish xonasi yaxshi o'tmayapti. Bitta katta ehtimol bilan utechka bor, mikro utechka bitta. Shu utechkani topib, bartaraf qilib, yamab netib xolodilnikimizni orqa tomonini ochib oldik. Kompressorimiz Embraer. U yaxshi kачественный kompressorlardan hisoblanadi. Xo'p, endi sekin filtrlar sekin yechib, konturlar alohida produvka qilib, damlab tekshirib olamiz. Hop, filtrni ochib ko'rdik. Mana bu ichidan silikagil chiqdi. Silikagilga ahamiyat beramiz. Qup-quruq, ba'zi holatlarda shu nam bo'lib, qorayib ishib ketadi. Bunda agar nam bo'lsa, bunda vlaga bor degani. Xo'p, setkamiz mana ikkita filtrdan iborat. Biri grubiy setka deydi. Ya'ni bu yerdan kelayotgan kattaroq musullar ushlab qoladi. Agar namlik o'tsa, u mana bu orada silikagil turadi. Namlik o'tsa, mana bu silikagilda ushlab qolib, keyin mana bu eng tor setkani orasiga o'tkazadi. Betdan keyin kapillarga o'tib ketadi. Ko'ryapsiz, kapillarning uchi tekis bir maromda turibdi. Bitta filtrda bizda muammo bo'lmagan. Filtrimizning holati mana shunaqa. Filtr holati shunaqa. Bu analiz, ya'ni sistemada vlaga yo'q degani. Filtr yaxshi joyda turibdi. Hozir damlayapmiz. Faqat ichki konturni o'zini. Mana 15 dan ozgina o'tkazdik. Kapillarkani payka qilib qo'yganmiz uchun obratkadan damlayapmiz. Faqat o'sha ichki konturni o'zi damaydi. Hozir men aytdi 15 strelkasidan keyin 1 2 ikkinchi strelkachaga shu o'tib o'tmasdan shu rosa o'shani ustiga keldi. Mana shu holatda endi tekshiramiz, kutamiz. Iloji bo'lsa ko'p surkab ko'ramiz, uni joylarimizga tekshirib ko'ramiz. Hozir ana yaqin yarim soatcha bo'ldi, umuman qimillagan yo'q. Xo'p, bu degani ichkarida, ichkari sistemada utechka yo'q. Endi tashqi konturda ham bir qator shuni qilib tekshirib qo'yamiz. Bu konturimizda ham utechka yo'q, umuman jilmadi. Endi kapillarkani produvka qilamiz, ichkari sistemani bir qator metanol berib produvka qilib, yog'lardan tozalab olamiz. Xo'p, o'rniga qo'yib zapravka qilamiz. Xo'p, bizda yomg'ir yog'ardi. Xullas, utechka yo'q, lekin hozir kapillarkani tekshirganimizda kapillarga tiqilgan 20-25 bo'lib ketib qolyapti. Proxadimiz. Shuning uchun endi kapillarkani almashtiramiz. Kapillarkani shu chiqqan joyini oqtarib topishimiz kerak. Xo'p, kapillarkani almashtirishimiz kerak edi. Kapillarkani bunday qilib tortdik. Pokti ichidan kelib, xullas mana bu yerda ulangan ekan. Sekin mana shuni ochamiz. Taxminan shu 2 metrlik kapillarka yangilab, mana shu ulaymiz. Xo'p, diametri o'ta kichkina, nimagadir tiqilib qolgan mana shu diametri. Agar mana shu ham proxadimiz yaxshi bo'lganda, xo'p, sovutishi yaxshi bo'lardi. Proxadimiz 20-25 bar bo'lib ketyapti mana shu holatda o'zini kompressorida. Xo'p, endi buni tozalab o'tirmizda 2 metr kapillarka olib kelib 600 ga almashtirib qo'yamiz. Xo'p, mana bu o'zini eski kapillarkasi 2 metr, hozir yangi kapillarka olib keldik. 1.8 2 metrdan.
Xo'p, через manometr tekshiramiz hozir. Proxodimosniki buniki necha bo'lar ekan? Xo'p, mana pudashni boshladi. Manometrimiz. Yangi kapilarga 1.8lik 2 metr. Tak. 16 17 bar atrofida. Shu norma. Buni endi maytga payet qilamiz-da. Buyaqlarni payet qilib vakuum zapravka qilamiz. Xullas damladik hozir 15 atmosferada paykalarni tekshirib qo'yamiz. Vakuum qilyapmiz. Tekshirib oldik. To'g'risi o'tishga yo'q. Bu yog'ini hozir anaqa skochab kelib, skochlab qo'yamiz, chiroyli qilib. Vakuum 20 minut, yarim soat vakuumga qo'yib qo'yamiz. Buna qilib skochlab chiqdik. Devorda orqasida qoladi, ko'rinmaydi. Mana bu Aladdinimizning xarakteristikasi. Xo'p, mana tayyorlab qo'ydik. Shlangni produktsiya qilib, hozir kompressorni yoqdik. Ishlayapti, o'ta past. Mana bu amperi 0.18 amper, bu xolostoy ishlayapti. Hozir pod vakuum, ya'ni hech qanaqa freon yo'q sistemada. 17 watt потребление bo'lyapti. Endi sekin ochamiz freonni. Xo'p, mana freonni ochishni boshladik. Amperaj sekin ko'tariladi. Hop. Chechcha qilib beraveramiz. Tarozi bo'lganda zo'r bo'lardi. Bizda hozir tarozi yo'q. Taxminan shu 64 gram beramiz. Xo'p, xolodilnikimiz zapravkasini tugatib oldik. Уже sekin yetsak bo'laveradi. Hop, рабочий rejimga qaytib oldi. Amperajimiz 0.32 amper, 60 watt. Hop, sovutayotgan holatda. Morozinkamiz minusi yaxshi. Tak, endi sovutish xonamiz 3 gradus, 7 gradus. Ayt muzlagan уже. Muzlagan joylari. Hop. Xolodilnikimiz remont tugadi shu yerda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.